Abdulla Oripov 1941-yil Qashqadaryo viloyati Koson tumani Neko'z qishlog'ida tug'ilgan. Uning otasi Orifboy Ubaydulla o'g'li mahalliy kolxoz vakili bo'lgan. Oilada 8 nafar farzand, 4 o'g'il, 4 qiz bo'lishgan. Abdulla Oripov o'g'illardan eng kenjasi bo'lgan. 1958-yil o'rta maktabni oltin medal bilan tamomlab, Abdulla Oripov tahsilni O'zbekiston Davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakultetining jurnalistika bo'limida davom ettiradi. 1963-yil universitetni a'lo baholar bilan yakunlab, Yosh gvardiyachi tahririyatida muharrir bo'lib ishlaydi. 1967-yildan 1974-yilga qadar G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at tahririyati muharriri va bosh muharrir. 1974-yildan 1976-yilga qadar Sharq yulduzi jurnalida bo'lim rahbari. 1972-yildan 1982-yilgacha Abdulla Oripov O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi bo'lib faoliyat yuritadi. Qush nomli o'zining ilk she'rini Abdulla Oripov universitetda o'qigan kezlari yozgan. Abdulla Oripovning Bahor, Birinchi muhabbatim, Kuz, Saraton, O'zbekiston, Munojotni tinglab, Otella, Sarob, Dengizga, Malomat toshlari, Oltin baliqcha, Yuzma-yuz, Genetika va boshqa she'rlari 20-asrning ikkinchi yarmi o'zbek adabiyotining yorqin namunasidir. Abdulla Oripov 1992-yil 10-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 11-sessiyasida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi muallifidir.